Chilonzor 23-kvartal 3 xonali xonadonimizga kelganmiz. Xonadonimiz 5 etажkali domni 5-etajda joylashgan. Ko'rib turganlaringdek akvariumlardan qilingan. Domni oldi qismi ko'rinishi. Детский площадка, kattalar o'tirish uchun, bu yerda sport maydonchalari, parkovkalari, hamma tarafdan juda ajoyib. Bu yerda bolalar futbol o'ynash uchun ham joylar mavjud. Ko'rib turganlaringdek. Xonadonimiz arzon narxga chiqdi. Hozir xonadonimizning ichki qismlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. Xonadonimizga ham kirib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Xonadonimiz 3 ta xonadan iborat, 70 kvadrat, 2x6 balkon. Balkonlar bilan birinchi bo'lib sizlarni tanishtirib o'taman. Ko'rganlaringdek, bu yerda oshxona qismi, kuxonli mebel, gaz plita joylashtirilgan va bu yerda 2x6 balkon, tapchanlari qilingan, romlari esa 2 dona. Domimizning oldi qismini sizlar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda parkovkalari va детский площадкалari juda zo'r. Yengildan qilingan. Endi sizlarni xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yoq bizning zal qismimiz. Zal qismida bitta konditsioner bor. Konditsionerlarimiz qoladi. Televizorlarni olib chiqib ketishadi. Remontlari o'rta holatda kirib bemalol yashashingiz mumkin. Bu yoq qismimizda детский yoki spanli qilsalar bo'ladi. Romlari akvaga almashtirilgan. Domimizning bu orqa tarafi ko'rib turganlaringdek, bu yerda ham детский площадка, parkovkalari bor. Xonadonimiz skvoznoy, ikki taraflama oynasi bor, havo almashishi juda zo'r. Bu tarafi esa spanli. Spanlida bitta konditsioner bor, bular ham qoladi. Qolgan narsalarni olib chiqib ketadi. Ko'rib turganlaringdek, remontlari o'rta holatda kirib bemalol yashashlaring mumkin. Agar investitsiya uchun olib turib ijaraga qo'yamiz desanglar, 500-600 dollarga chiroyli oilalarimiz ham turishadi. Xonadonimizning bu hojatxona qismi. Bu esa yuvinish xonasi. Eshikdan kirib kelishimiz bilan bizdan chiroyli katta hollarimiz kutib oladi. Ko'rib turganlaringiz mana bu shkaflarimiz qoladi. Egalar bilan gaplashib qo'ydik. Ikki taraflama skvoznoy, ko'rib turganlaringiz bu yoqda bitta oyna, ikkita va bu yoqda esa spanli qismida ham oyna bor. Ikkalasini ochib qo'yganlaringizda havo juda zo'r aylanadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. 77 kodi bilan 043 56 40. Xonadonimizning narxini esa 65.300 dollarga egalari bilan talashib tortishib baholab qo'ydik. Ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. 30 ming pulinglar bo'lsa, bemalol ipotekaga ham chiqarib beramiz.